Mana shunday original shurpayor naborlarni sizga tekinga berib yuboramiz. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizni do'konimizdan akalar 15-fevralgacha kelib Zubr traktorlarimizni olasizlar bu versiyasi, xohlasizlar bu versiyasini kelib xarid qiladigan bo'lsanglar, narxlarini eng arzon, sutekan narxlarda hisoblab kelishtirib beramiz. Bundan tashqari akalar, shurpayor naborimizni sizlar uchun bonus sifatida qo'shib beramiz. 2026-yilda Zubr mini traktor narxlari qanaqa bo'lyapti degan akalarimiz uchun Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizdan Zubr mini traktorlarimizni obzorini qilib beramiz. Manzil Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, qiziqarli ma'lumotlar sizlar bilan ulashamiz. Xo'p, bu modelimizdan tanishtirishni boshlaymiz. Buni ham hozir ikki xil modeli chiqyapti. Karovka qismi 195 karovkali varianti hamda 111.05 karovkali variantidan chiqishyapti. Hozir karovkasida ham o'yin ko'payib ketdi akalar. Bu shu 11.05imizni oldingi versiya variantidan mana ma'lumotlarini bemalol o'qib olishingiz mumkin. Veslari, ham yo'qlarini o'ziga yozib bergan. Akkumulyator starter orqali zavodit bo'ladi. Qo'shimcha o'zida mana ko'rishingiz mumkin starterlari. Undan tashqari bu tomonda ruchnoy ham bor. Bemalol ruchnoy orqali ham zavodit qilishingiz mumkin. Xo'p, salalka baklari 12 litrli, soatiga 800 grammdan salalka rasxod qilib bera oladi. Xo'p, undan tashqari o'zida radiatorlari bor. Bemalol yozgi kunida ham chomchiga qizib ketib qolmaydi. Radiator orqali o'zini o'zi sovutadi. Xo'p, glyushiterlar tepaga chiqarilgan, ovozlari pastroq qilib ishlangan, rollari mexanika, lekin juda ham yumshoq qilib ishlangan bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, skorslari 3 ta toshbaqa, 3 ta quyon, jami 6 ta skorsi bor. Panejli, pavijniklari ham o'ziga qo'yilgan. Mana toshbaqa, quyon hamma yo'qni o'zi ajratib qo'shadi akalar. Gaz, tormoz, sepla, mufta hamma funksiyalari bor akalar. Xo'p, sidinalarini oldiga, orqaga bemalol legirovkalan qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Orqaga drabochoglari qo'yilgan. Bemalol bularga yog' quyib, orqa insholarini bunaqa freza qo'yadigan bo'lsangiz, frezalarni bemalol ko'tarib bera oladi. Plyuglarini ham mana ikki korpusli plyuglarini ham alohida sotib olsangiz bo'laveradi. Komplektatsiyasi bo'lmaydi bu. Ikki korpusli plyuglari ko'rishingiz mumkin, razmer bo'ladi. Balonni izini ham bemalol olib keta oladi. Ramalari ham juda ham qalin qilib ishlangan plyugimizda. Xo'p, endi karovka qismiga bitta to'xtalamiz. Bu o'sha kichkina 195 motorli karovkali motoblogimiz, mini traktorimiz. Karovkalariga bitta ahamiyat berasizlar. Bunga nisbatan buni karovkasi kichkina karovkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni kichikroq akalar, tortishi ham, quvvati ham o'shanga yarasha bo'ladi. Xo'p, sifatlari aytganimdek juda ham zo'r. Orqa balon razmeri 600 ga 14, oldi baloni 500 ga 12 lik balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ramalari ham yaxshi, qalin sifatli ramalardan bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r. Bundaqa o'rim uchun jatkalarda ham, bunga ham bemalol ustunovka qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Prosta bunga qo'ymagan sababi bunda to'liq ma'lumot beramiz degan maqsadda bunga qo'ymaganmiz. Xo'p, jatkamizni bunga qo'yib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Agar jatkani bunga qo'yib oladigan bo'lsangiz, narxini $2900 obunachilarim uchun qilib beramiz. Like, komment bosib keladigan obunachilarimiz uchun yana ham chegirmalari bor. Manzil Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida akalar, salalkali modelimiz $2900. Agar jatkasi kerak emas, plyug frezasi bilan olaman desanglar, unda ham kelishaveramiz narxini, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bo'laverasizlar akalar. Keyin yana bitta narsa aytamiz, kredit bo'lib to'lash, unaqa variant yo'q. Bizda faqat naqd pul, plastik kilik orqali savdo bo'ladi. Xo'p, endi akalar, yangilangan versiyamizda bitta to'liq obzorini qilib beramiz. Bunga nisbatan o'zgarishlari juda ham ko'p, narxida ham o'zgarish bo'lgan akalar. Xo'p, birinchi o'rinda qo'shimcha o'ziga dinamlar qo'yilgan. Akkumulyator o'lib, boshqa bo'lib qolmaydi bunda. Chunki o'zida mana qo'shimcha $70, $80lik dinamlar qo'yilgan. Sifatlari juda ham zo'r. Akkumulyatorda 100% to'yintirib bera oladi bu dinamimiz. Xo'p, bundan tashqari pavorot sistemalari hamda qo'shimcha chiroqlari o'rnatilgan oldi tomonida. Undan tashqari akalar signallari hamda akkumulyatorlari ham kattaroq akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Blok qismiga ham 11.05 birkalar urilgan, bosilgan, sifatlari juda ham zo'r. Bu ham salalkali, soatiga akalar 800 gramm 1 litrdan rasxod qilib bera oladi. Oldi baloni 500 ga 12, orqa baloni 600 ga 14 lik balonlar bilan jihozlangan akalar.
Xo'p, orqa balonlari mana kirib chiqib razmer bo'ladi. Bemalol agatlarda holatiga qarab turib buni razmer qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Mana o'qlari alohida qo'lga. Keyin mana u o'qni ham akalar qalin yuqqa varianti bor. Olishda e'tibor beringlar. Buni ular juda ham qalin o'qlar bilan jihozlangan. Buni yuqqa variantini olib bergan bo'lsanglar, akalar yerga kirganda uzilib ketishi mumkin, akalar mana. Bu tomonida ham mana chiqarilgan o'qlar. Keyin bitta korovkasiga ahamiyat berasizlar, akalar. 11.05 katta korovka. Bitta ahamiyat beringlar. Endi bu korovkani ko'ringlar. Anchagina kichina. Xuddi shu modelimizga ham bunaqa korovkalar bosib qo'yishyapti. E'tibor beringlar, akalar. Bunaqa korovkalarga qarab olinglar, akalar. Narxi 25, 26, 27 bo'lsa olib ketavermanglar. Korovkasi bunaqa kichina bo'lishi mumkin. Bunaqa katta korovkadan ko'ringlar sizlar, akalar. Xo'p. Orqa bunaqa frezalarini qo'shib ajratadigan skorslari ham bor bunda. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyin buni orqa freza qismlari ham 1.30 lik bo'ladi, akalar. Ko'p joyda 1.10, 1 metrlik variantini sotishyapti. Bular 1.30 lik katta frezadan ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari ham juda ham baquvvat, mustahkam qilib ishlangan. Reduktorlari ham juda ham qalin, baquvvat. Bartovoyli reduktor. Keyin oldi tomoniga jatkani qo'yadigan bo'lsangiz ham, richaklari ham tayyor o'ziga bu traktorimizda qo'yib ketilgan. Shunda olishlatadigan joyi. Sidinani oldiga, orqaga bemalol buni legrovkasini qilib sizlar ishlatishingiz mumkin. Mabodo kuluvchi boshqa narsalar ham bo'ladigan bo'lsa, bekka solib foydalansanglar ham bo'laveradi. Keyin davleniya datchik, yog' datchik, akkumulyator datchiklari bunga tayyor qo'yilgan, akalar. Ortiqcha rasxod qilib qo'yib o'tirishlaring kerak emas. Statorlari ham mana benzin bakti tagida, salalka bakti tagida bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r. Undan tashqari vozdix qismi. Vozdix qismiga bitta to'xtalamiz, akalar. Maslinli vozdix. Bunga avtol quyib bersizlar, tashqaridan kirgan chang shetda qoladi, akalar. O'shani hisobiga motor juda ham uzoq xizmat qilib beradi sizlarga. Xo'p, undan tashqari rulovoy korovkalar qo'yilgan. Hech qaysi traktorda yo'q. Rulovoy korovkalar qo'yilgan. Gaz tormoz seplar ham funksiyalari bor. Xo'p, qo'shib ajratadigan skorslari, ikkala balonni baravar qo'shadigan balansirovkalari, hamma yo'qlari o'ziga tayyor bu traktorimiz, akalar. Keyin bunaqa alohida bunga nasos tushirilgan inshoga. Bu nasosimiz, akalar, 95% traktorda chiqmaydi. Bunaqa nasos qo'yilgan insholar uchun sifatlari juda ham zo'r. Buni jatkasiga endi to'xtalib o'tadigan bo'lsak, jatkamizni 2 parraylik jatkalar bilan jihozlangan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Tepa parragi, pastki parragiga nisbatan qalin bularimizni mana. Shuning hisobiga sizlarga qattiq o'tni ham, mayda o'tni ham, baland o'tni ham bemalol o'rib bera oladi. Endi yonboshiga ukam vertikalli pichoq qo'yibsan, buni vazifani bajarib beradi degan akalarimiz uchun bir-biriga chirmashgan, yotgan mahsulot bedalab oladigan bo'lsa, o'shalarni devor vazifasida urib berib, yotqizib, chiqazib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi, akalar. 2 parrayli tepa tomonlariga ham seplarni chiqazib, bemalol foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi, akalar. Xohlasalar ham yonboshidagi pichog'i mushet beradigan bo'lsa, bemalol olib qo'ysalar bo'laveradi, akalar. Manzilda aytdim, Marg'ilon hokimiyatining to'g'risida jatkamizni bunga ham bemalol ustunovka qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Agar bu bilan komplet oladigan bo'lsangiz, jatka, freza hamma komplet oladigan bo'lsangiz, $3100 ga chiqadi. Bu bilan oladigan bo'lsangiz, $2900 ga chiqadi. Shu bonusiga shurpayor naborimizni sizlar uchun bonus sifatida qo'shib beramiz. Xohlaganlar uchun yangilangan versiyada, xohlaganlar uchun eskilangan versiyada. Yana aytdik, xuddi shu yangilangan versiyamizning korovkasi 195 korovkali varianti ham chiqyapti. Shunga e'tibor beringlar. Biz sizlarga katta korovka bilan taqdim etyapmiz, akalar. Kelib do'konimizdan bemalol ishlatib, tekshirib, minib, ko'rib, xarid qilishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansanglar, yanada to'liqroq ma'lumotlarni beramiz. Videoni boshida aytganimdek, bo'lib to'lash, kredit variantlari bizda mavjud emas. Naqd pul, plastik kilik orqali savdo bo'ladi. Mana manzil hokimiyat soliq to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Shunaqangi 11.05 Zubr traktor qidirgan tanishlarga tezda jo'natib qo'yishni bilsizlar, chiroq narxlarda, optim narxlarda chiqazib bera olamiz.